Hammaga assalomu alaykum. 2025-yil 16-aprel Namanganga keldik do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. Ariana do'stlar. Chayna tutish kerak emas. Yana pana sevmaysizlar. Xudo hozir pishganini ham tashlab o'tamiz. Holatiga baho beringlar. Albatta chirinkasini olib ketganmiz. Xudo xolasa mana mevasini ko'raylik deb keldik. Xudo xolasa Ariana qilganini ko'ringlar. Xudo xolasa qo'pilchani tashlab olamiz. Do'stlar, gilos ko'ringlar. Qilganini ko'ringlar buni. Mana uni ko'ringlar, gilos. Bir dona qo'shmag'i yo'q. Chayna tutish kerak emas. Ariana degan giloslarimizni olganini ko'ringlar. Shunday solinadi, ketadi. Korobkaga 8 dollardan 10 dollargacha sotildi. Eng qizig'i do'stlar, maza qilib uzasizlar. Xudo xolasa ko'chatlarni tashlab boryapmiz. Olganini ko'ringlar do'stlar. Buni ko'ringlar. Qaranglar. Mazza, xudo xolasa. Gilosdan boqqilaman videolar jo'natib qo'yasizlar. Olganini ko'ringlar. Bog'da umumiy holati 70 gektardan iborat. Shuncha aylanib turish kerak emas. Gilosim qilmayapti, ko'p odamlar savol tug'iladi. Xudo xolasa mahsulotlardan ko'paytirganmiz. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Bemalol yerda o'tirib ham gilos zo'rlasizlar. Eng qiziq qo'shma bo'lmaydi do'stlar. Qo'shma yo'q. Olganini ko'ringlar. Har bittasidan inshaalloh Xudo xolasa 20 kilodan 35 kilogacha yuki bor. Olgani zo'r. Birinchi bo'lib pishganini ham Xudo xolasa qo'yib o'tamiz. Gilos ko'ringlar do'stlar. Lakka arzidimi do'stlar? Bitta lakni bosamiz, gilosdan boqqalaman deganlarga jo'natib qo'yamiz. Xudo xolasa xuddi shunaqa qilib bog'ini qilib beramiz. Ko'chatga ham zakka solishni boshladik bunga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta lak bosib qo'yamiz do'stlar.